Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, aziz nafaqaxo'rlar va ularning yaqinlari. Bugun biz hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzuni ko'rib chiqamiz. Bu har biringizning byudjetingizga bevosita ta'sir qiladi. Gap gaz uchun kompensatsiya haqida ketmoqda, ayniqsa nafaqaxo'rlar uchun yangi tasdiqlangan tartiblar haqida. Sizning gaz uchun to'lov xarajatlaringiz kamayishi mumkinmi? Kimga bu imtiyoz tegishli? Qanday qilib buni olish mumkin? Bu videoni oxirigacha ko'rish majburiy. Chunki bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun hayotiy ahamiyatga ega. Kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga yanada ko'proq foydali ma'lumotlar ulashish uchun ilhom beradi. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Uzoq yillar davomida mamlakatimizda kommunal xizmatlar, shu jumladan gaz uchun to'lovlar tizimi murakkab va ba'zan tushunarsiz bo'lgan. Ko'pincha nafaqaxo'rlar va kam ta'minlangan oilalar uchun turli subsidiyalar va imtiyozlar mavjud edi. Lekin ular ko'pincha mahalliy hokimiyatlarning qarorlariga bog'liq bo'lib, har bir hududda turlicha amalga oshirilardi. Ba'zi joylarda nafaqaxo'rlarga alohida imtiyozlar berilsa, boshqa joylarda bunday mexanizmlar deyarli ishlamagan yoki ular haqida ma'lumot yetarli bo'lmagan. Natijada ko'plab keksa avlod vakillari bu imkoniyatlardan foydalana olmasdan gaz uchun to'liq to'lovlarni amalga oshirishga majbur bo'lishardi. Ayniqsa qish mavsumida isitish xarajatlari oilaviy byudjetning katta qismini tashkil etib, nafaqaxo'rlar uchun jiddiy moliyaviy yuk bo'lardi. Bu esa afsuski ko'plab qariyalarimizning ijtimoiy himoyaga muhtojligini yaqqol ko'rsatib turardi. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat tomonidan yangi, yagona va aniq bir mexanizm tasdiqlandi. Endi nafaqaxo'rlar uchun gaz uchun kompensatsiya tizimi butun mamlakat bo'ylab bir xil qoidalar asosida amal qiladi. Bu degani endi qayerda yashashingizdan qat'iy nazar, agar siz belgilangan mezonlarga mos kelsangiz, kompensatsiya olish huquqiga egasiz. Bu o'zgarishning asosiy sababi aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish. Gaz narxlari o'zgarishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy qiyinchiliklarning oldini olish va ayniqsa keksa avlod vakillarini qo'llab-quvvatlash. Bu shuningdek davlatimizning aholiga g'amxo'rligi va ijtimoiy adolat tamoyillariga sodiqligini namoyish etadi. Endi imtiyozlar chalkash tizimlar orqali emas, balki aniq va shaffof qoidalar asosida beriladi. Bu esa byurokratik to'siqlarni kamaytirishga yordam beradi. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil. Nimani bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas. Demak, ushbu yangi kompensatsiya tizimi aynan nimani anglatadi? Avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, bu kompensatsiya gaz iste'molining ma'lum bir qismi uchun to'lanadi. Bu to'liq gaz to'lovini qoplamaydi, ammo oilaviy byudjetga sezilarli yordam berishi mumkin. Eng muhim qoida shuki, kompensatsiya olish uchun siz ma'lum mezonlarga javob berishingiz kerak. Bu shunchaki nafaqaxo'rman degani emas, balki ijtimoiy himoya mexanizmining bir qismi bo'lganligi sababli uning o'z shartlari bor. Kimlar kompensatsiya olishi mumkin? Nafaqaxo'rlar. Asosiy maqsadli guruh aynan nafaqaxo'rlardir. Ammo shuni ham ta'kidlash kerakki, nafaqaxo'r bo'lishning o'zi yetarli emas. Sizning uy xo'jaligingizning umumiy daromadi ma'lum bir belgilangan chegaradan oshmasligi kerak. Bu chegara har bir hududda yashash minimumi va minimal iste'mol savatchasi asosida hisoblanadi. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz va yolg'iz yashasangiz yoki siz bilan yashayotgan oila a'zolarining daromadi past bo'lsa, siz kompensatsiya olish ehtimolingiz juda yuqori. 2. Kam ta'minlangan oilalar. Agar nafaqaxo'r kam ta'minlangan oila a'zosi bo'lsa, ya'ni uning oilasi amaldagi qonunchilik ko'ra kam ta'minlangan deb topilgan bo'lsa, ular avtomatik ravishda ushbu kompensatsiyaga haqli bo'lishadi. Bu yerda asosiy e'tibor oilaning jon boshiga to'g'ri keladigan daromadga qaratiladi. 3. Asterisk ijtimoiy himoyaga muhtoj boshqa toifalar. Nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va ularga tenglashtirilgan shaxslar ham ushbu kompensatsiya dasturiga kiritilishi mumkin. Bu toifadagi shaxslar uchun kompensatsiyaning miqdori va shartlari biroz farq qilishi mumkin. Ko'pincha ular uchun qo'shimcha imtiyozlar nazarda tutiladi. Kimlar xavotirlanishi shart emas yoki kompensatsiya olishga umid qilmasligi kerak. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz-da, lekin siz bilan birga yashayotgan farzandlaringiz yoki boshqa oila a'zolaringizning daromadi yuqori bo'lsa va oilangizning umumiy daromadi belgilangan me'yordan oshsa, siz ushbu kompensatsiyaga haqli bo'lmasligingiz mumkin. Bu tizim aynan eng muhtoj qatlamni
qo'llab-quvvatlashga qaratilganligini tushunish muhim. Davlatning ijtimoiy siyosati adolatli taqsimotni nazarda tutadi va resurslar eng zarur bo'lgan joyga yo'naltiriladi. Endi esa bir nechta real hayotiy misollarga to'xtalib o'tamiz. Bu sizga vaziyatni aniqroq tushunishga yordam beradi. Asosiy misol bir yolg'iz yashovchi kam ta'minlangan nafaqaxo'ra. Keling, 75 yoshli Mariya opani olaylik. U yolg'iz yashaydi. Farzandlari chet elda yoki boshqa shaharda. Mariya opaning yagona daromadi minimal nafaqa deylik, oyiga 1 million so'm. Uning uyi eski, isitish tizimi ham uncha samarali emas. Qishda oyiga o'rtacha 2300 kub metr gaz iste'mol qiladi. Gazning 1 kub metr narxi masalan 6000 so'm bo'lsa, uning oylik gaz to'lovi 1625 so'mdan 15000 so'mgacha yetadi. Mariya opaning nafaqasiga nisbatan bu juda katta xarajat. Yangi tartib bo'yicha uning daromadi va yashash sharoitlari hisobga olinib, unga masalan gaz iste'molining 7,1 miqdorida kompensatsiya belgilanishi mumkin. Aytaylik, unga 7000 so'm miqdorida kompensatsiya tasdiqlandi. Bu uning oylik gaz to'lovini sezilarli darajada yengillashtiradi va uning kundalik ehtiyojlari uchun ko'proq pul qoladi. Kompensatsiya miqdori uning iste'mol qilgan gaz hajmi, amaldagi tariflar va uning ijtimoiy holatiga qarab aniqlanadi. Masalan, agar u 200 kub metr gaz ishlatgan bo'lsa va 2 kub metrgacha bo'lgan iste'molning eshiti qoplansa, bu 100 kub metr gaz narxini tashkil etadi. Bu uning uchun katta yordam. Asosiy misol 2. Ishlovchi farzandlari bilan yashovchi nafaqaxo'r. Ahmad aka 68 yoshda, o'g'li va kelini bilan birga yashaydi. O'g'li yuqori maoshli ishda ishlaydi, kelini ham o'z biznesiga ega. Oilaning umumiy oylik daromadi deylik 25 million so'mdan oshadi. Ahmad akaning o'z nafaqasi ham bor, ammo u oilaning umumiy daromadiga qo'shiladi. Bu oila yashayotgan uy zamonaviy isitish tizimiga ega va yaxshi izolyatsiya qilingan, gaz iste'moli optimal darajada. Bu holda Ahmad akaga gaz uchun kompensatsiya ajratilmasligi ehtimoli juda yuqori, chunki oilaning umumiy daromadi belgilangan chegaradan sezilarli darajada yuqori bo'lib, ular kam ta'minlangan toifaga kirmaydi. Davlat dasturlari shunga o'xshash vaziyatlarda ijtimoiy yordamni boy oilalarga emas, balki haqiqatan ham muhtojlarga yo'naltirishni ko'zlaydi. Shuning uchun Ahmad aka va uning oilasi o'z gaz xarajatlarini to'liq o'zlari qoplaydi. Va bu holatda ularning xavotirlanishi shart emas, chunki ular kompensatsiyaga haqli emasligini bilishadi. Asterisk. Misol uchun qishloq joylarda yashovchi gaz ta'minoti muammoli hududdagi nafaqaxo'r Gulnora xola 70 yoshda chekka qishloqda yashaydi. Uning uyida gaz ta'minoti ba'zan uzilib qoladi, sifati ham shahardagidan farq qiladi. Gaz narxi qishloq joylarda shahardagidan biroz farq qilishi mumkin. Gulnora xolaning nafaqasi o'rtacha darajada, deylik 2 million so'm. Uning o'zi bilan yashovchi oila a'zolari yo'q. Qishloq joylarda gaz isitishdan tashqari ovqat pishirish va suv isitish uchun ham asosiy energiya manbai hisoblanadi. Gulnora xola oyiga o'rtacha 200 kub metr gaz ishlatadi. Uning hududi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi past bo'lgan hududlar ro'yxatiga kiritilgan bo'lishi mumkin. Bu holatda Gulnora xolaga nafaqaxo'r sifatida va yashash joyi xususiyatlari inobatga olinib, gaz iste'molining ma'lum bir qismi uchun kompensatsiyasi tayinlanishi mumkin. Qishloq joylar uchun belgilangan iste'mol normalari va tariflar alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Bu esa unga shaharlik nafaqaxo'rlarga nisbatan biroz boshqacha hisob-kitoblar asosida yordam berilishi mumkinligini anglatadi. Masalan, unga iste'mol qilingan gazning altpamaz qismi uchun kompensatsiya berilishi mumkin, chunki u shahar sharoitlaridan ko'ra qiyinroq vaziyatda yashaydi. Asterisk misol D. Nogironligi bo'lgan nafaqaxo'r. Fatima aya 65 yoshda il guruh nogironligi bor. Uning nafaqasi nogironlik nafaqasi hisobiga biroz yuqoriroq, deylik 1 million so'm. U o'g'lining oilasi bilan birga yashaydi, ammo o'g'lining daromadi o'rtachadan past. Ularning oilasi ijtimoiy himoya yagona reyestri tizimida kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatga olingan. Bunday holatda Fatima ayaga uning nogironligi va oilasining kam ta'minlanganlik maqomi inobatga olinib, standart nafaqaxo'rlarga nisbatan yuqoriroq kompensatsiya ajratilishi mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun belgilangan kompensatsiya miqdori va shartlari ko'pincha imtiyozliroq bo'ladi, chunki ular jamiyatning eng zaif qatlamlaridan hisoblanadi. Misol uchun, unga gaz iste'molining 1/1 qismi uchun kompensatsiya berilishi mumkin, yoki uning iste'moli uchun belgilangan kompensatsiya chegarasi boshqalarga nisbatan yuqoriroq bo'lishi mumkin.
Bu uning tibbiy ehtiyojlarini qoplashga ham yordam beradi. Chunki ko'pincha nogironligi bo'lgan shaxslarning sog'lig'ini saqlash uchun qo'shimcha isitish yoki energiya talab qilinishi mumkin. Bu misollar sizga turli vaziyatlarda kompensatsiya mexanizmi qanday ishlashini tushunishga yordam beradi. Har bir holat individual ko'rib chiqiladi, lekin umumiy qoidalar va tamoyillar bir xil bo'lib qoladi. Eng avvalo ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasi inobatga olinadi. Asosiy qismi 2. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday tizimda bo'lgani kabi, bu kompensatsiya mexanizmida ham ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan qiyinchiliklardan saqlaydi va jarayonni yanada silliq ketishiga yordam beradi. Aytish qarzlar mavjudligi: agar sizning gaz uchun avvalgi davrlardan qarzlaringiz bo'lsa, kompensatsiya olish jarayoni qiyinlashishi mumkin. Ko'pgina hollarda kompensatsiya avvalambor mavjud qarzdorlikni qoplashga yo'naltiriladi. Ya'ni sizning kartangizga pul o'tkazish o'rniga kompensatsiya miqdori sizning shaxsiy hisobingizdan gaz yetkazib beruvchi kompaniyadagi qarzni qoplash uchun ishlatiladi. Agar kompensatsiya miqdori qarzdorlikdan kam bo'lsa, siz baribir qolgan qarzni to'lashingiz kerak bo'ladi. Ba'zi hollarda agar qarz juda katta bo'lsa, sizga kompensatsiya butunlay rad etilishi mumkin, toki siz qarzni qoplash bo'yicha kelishuvga erishmaguningizcha. Shuning uchun kompensatsiya olishdan oldin mavjud qarzlarni imkon qadar bartaraf etish yoki to'lov muddatini uzaytirish bo'yicha kelishuv tuzish tavsiya etiladi. 2. Vaqtincha ro'yxatda turish yoki doimiy yashash joyining boshqa manzilda bo'lishi. Kompensatsiya olish uchun sizning doimiy yashash joyingiz bo'lgan manzil bo'yicha ro'yxatda turishingiz shart. Agar siz bir manzilda vaqtincha yashayotgan bo'lsangiz, lekin doimiy ro'yxatda boshqa manzilda tursangiz, kompensatsiya olishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Sababi kompensatsiya ma'lum bir uy xo'jaligining gaz iste'moli va unda yashovchi shaxslarning ijtimoiy holatiga bog'langan. Agar siz doimiy ro'yxatda bo'lmasangiz, sizning ushbu manzil bo'yicha gaz iste'moli va sizning ijtimoiy himoyaga muhtojligingizni tasdiqlash murakkablashadi. Shuningdek, bir uyda bir necha nafaqaxo'r yashasa, har biriga alohida emas, balki uy xo'jaligi yagona kompensatsiya berilishi mumkin. Bu ham muhim nuansa. 3. Oilaviy tarkibning o'zgarishi. Agar siz kompensatsiya oluvchi bo'lsangiz va oilaviy tarkibingizda o'zgarishlar yuz bersa, masalan, farzandingiz ish topib alohida yashashga ketdi yoki boshqa bir nafaqaxo'r siz bilan yashashga keldi, yoki biror oila a'zosi daromadi sezilarli darajada oshdi. Bu sizning kompensatsiya miqdoriga yoki hatto uni olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Bu o'zgarishlar haqida tegishli organlarga o'z vaqtida xabar berish juda muhim. Aks holda siz noqonuniy ravishda kompensatsiya olgan deb topilishingiz va olingan mablag'larni qaytarishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Masalan, agar siz bilan yashayotgan farzandingizning daromadi sezilarli darajada oshib, oilaning umumiy daromadi belgilangan me'yordan oshib ketsa, sizning kompensatsiya olish huquqingiz bekor bo'lishi mumkin. 4. Hududiy farqlar va qo'shimcha imtiyozlar. Garchi kompensatsiya tizimi butun mamlakat bo'ylab yagona qoidalar asosida amalga oshirilsa-da, ayrim hududiy ijro hokimiyati organlari mahalliy byudjet hisobidan qo'shimcha ijtimoiy dasturlar yoki imtiyozlar joriy etishlari mumkin. Masalan, qishloq joylardagi nafaqaxo'rlar uchun yoki og'ir iqlim sharoitlariga ega hududlar uchun qo'shimcha yordam dasturlari mavjud bo'lishi mumkin. Bu haqda siz o'zingiz yashayotgan hududdagi mahalla guzari yoki xalq qabulxonalari orqali aniq ma'lumot olishingiz mumkin. Shuning uchun faqat umumiy qoidalarga tayanib qolmasdan mahalliy imkoniyatlarni ham o'rganish foydadan xoli emas. 5. Nestandart turar joylar va iste'mol me'yorlari. Agar sizning uyingiz juda katta bo'lsa, masalan, 100 kvadrat metrdan ortiq maydonga ega bo'lsa yoki uy izolyatsiyasi juda yomon bo'lib, gaz iste'moli o'rtacha me'yorlardan keskin oshib ketsa, kompensatsiya faqat belgilangan maksimal iste'mol me'yorlari doirasida hisoblanishi mumkin. Ya'ni siz qancha gaz ishlatishingizdan qat'iy nazar, kompensatsiya faqat ma'lum bir maksimal kub metr uchun to'lanadi. Bu resurslardan oqilona foydalanishni rag'batlantirish va haddan tashqari iste'molni cheklashga qaratilgan choralardan biridir. Shu sababli uyingizni isitish tizimini optimallashtirish va energiyani tejash choralari haqida o'ylash foydali bo'ladi. 6. Firibgarlik urinishlari. Bu juda muhim nuqta. Afsuski, har qanday ijtimoiy dastur paydo bo'lganda firibgarlar ham faollashadi. Sizga tezkor kompensatsiya
qo'shimcha bonuslar yoki hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam taklif qiluvchi shaxslarga ishonmang. Kompensatsiya faqat rasmiy davlat xizmatlari markazlari, xalq qabulxonalari yoki e-davlat xizmatlari portali orqali rasmiylashtiriladi. Hech kim sizdan bank kartangizning PIN kodi yoki to'liq ma'lumotlarni so'rashga haqli emas. Shubhali xabarlar va qo'ng'iroqlarga javob bermang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni hech kimga bermang. Har doim rasmiy manbalarga murojaat qiling va shubhalansangiz huquq tartibot organlariga yoki mahallangizga xabar bering. 7. Asterisk tekshirish davrlari kompensatsiya olish huquqi doimiy emas. Odatda u ma'lum bir muddatga, masalan 6 oy yoki 20 yilga beriladi va bu muddat tugagandan so'ng sizning ijtimoiy va moliyaviy ahvolingiz qayta ko'rib chiqiladi. Agar shu vaqt ichida sizning daromadlaringiz o'zgargan bo'lsa yoki oilaviy tarkibingizda jiddiy o'zgarishlar bo'lsa, bu kompensatsiya miqdoriga yoki uni olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun har safar kompensatsiya muddati tugagach qayta ariza berish yoki mavjud ma'lumotlarni yangilash talab qilinadi. Ushbu noaniq nuanslar va istisnolarni bilish sizga kompensatsiya olish jarayonida ancha ishonchli harakat qilishga yordam beradi va kutilmagan muammolardan qochishga imkon beradi. Doimo hushyor bo'ling va rasmiy ma'lumotlarga tayaning. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerakligi haqida aniq qadamlar. Endi esa eng muhim qism nima qilish kerakligi haqida amaliy ko'rsatmalar. Men sizga qadam-baqadam aniq ko'rsatmalar beraman. Shunda siz bu jarayonni hech qanday qiyinchiliksiz bosib o'ta olasiz. Birinchidan, huquqingizni tekshiring. Avvalo, siz o'zingizning kompensatsiya olish huquqingiz borligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Buning uchun sizga ikki asosiy ma'lumot kerak. Sizning va siz bilan birga yashovchi oila a'zolaringizning umumiy oylik daromadi. Bu daromadlarga nafaqalar, ish haqi, boshqa daromad manbalari kiradi. Sizning yashash hududingizda belgilangan ta'minlanganlik chegarasi. Bu ma'lumotni davlat xizmatlari markazlarining maslahatchilaridan, mahalliy hokimiyatning ijtimoiy himoya bo'limidan yoki eng ishonchli manba ijtimoiy himoya yagona reyestri tizimining operatorlaridan olishingiz mumkin. Ko'pgina hollarda mahalla fuqarolar yig'inidagi mas'ul shaxs ham sizga bu borada aniq ma'lumot bera oladi. Internetdan foydalana oladiganlar uchun davlat xizmatlari portalida ham tegishli ma'lumotlar joylashtirilgan bo'lishi mumkin. Qadam. Zarur hujjatlarni yig'ing. Hujjatlar to'plami standart bo'lib, odatda quyidagilarni o'z ichiga oladi. Pasport yoki ID karta, sizning shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, asl nusxasi va nusxasiz. Nafaqaxo'rlik guvohnomasi, nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat, asl nusxasi va nusxasiz. Oilaviy tarkib to'g'risidagi ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan olinadi. Bu ma'lumotnomada siz bilan birga yashovchi barcha oila a'zolari ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlar. Sizning va siz bilan birga yashovchi barcha oila a'zolaringizning so'nggi 3 yoki 6 oydagi daromadlari haqida ma'lumotnomalar. Ish joyidan, pensiya jamg'armasidan va hokazo. Agar ishlamaydigan oila a'zolari bo'lsa, ularning ishlamasligi haqidagi ma'lumotnoma ham kerak bo'lishi mumkin. Uy joyiga egalik huquqi yoki ijara shartnomasi. Gaz kompensatsiyasi uy joyiga bog'liq bo'lganligi sababli sizning bu uyda qonuniy ravishda yashayotganingizni tasdiqlovchi hujjat, kadastr hujjati, ijara shartnomasi va hokazo. Gaz uchun oxirgi to'lov cheklari yoki shaxsiy hisob raqami ma'lumotlari. Sizning gaz iste'molchisi sifatidagi ma'lumotlaringizni tasdiqlash uchun kerak. Ba'zi hollarda bu ma'lumotlar tizimda avtomatik ravishda mavjud bo'lishi mumkin, ammo uni o'zingiz bilan olib borish ortiqchalik qilmaydi. Bank karta raqami yoki hisob raqami. Kompensatsiya puli sizning bank kartangizga yoki hisob raqamingizga o'tkazilishi uchun kerak bo'ladi. Aynan qaysi turdagi karta yoki hisob raqami bo'lishi kerakligini oldindan aniqlashtiring. 3 qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? Kompensatsiya olish uchun siz quyidagi joylarga murojaat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlarida eksam bu eng qulay va keng tarqalgan usul. Siz o'zingizga eng yaqin bo'lgan DXM filialiga borganingizda u yerda malakali mutaxassislar sizga ariza to'ldirishda yordam berishadi va hujjatlaringizni qabul qilishadi. DXM barcha turdagi davlat xizmatlarini yozimgona darcha tamoyili asosida taqdim etadi. Mahalla guzari, fuqarolar yig'ini. Ba'zi hollarda, ayniqsa chet hududlarda kompensatsiya bo'yicha arizalarni mahallaning o'zi ham qabul qilishi mumkin. Mahalla raisi yoki uning o'rinbosari sizga to'g'ri yo'nalish beradi. Davlat xizmatlari portali mypok.gov.uz
Agar siz internetdan foydalana olsangiz va elektron imzoyingiz bo'lsa, arizani onlayn tarzda ham topshirishingiz mumkin. Chunki u sizning uyingizdan chiqmasdan turib amalga oshiriladi. Portalda tegishli bo'limni toping. Ijtimoiy himoya yoki kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya kabi bo'lishi mumkin va ko'rsatmalarga amal qiling. Asosiy 4 qadam arizani to'ldirish. DXM yoki mahalla fuqarolar yig'inida sizga maxsus blanka beriladi. Uni diqqat bilan to'ldirishingiz kerak. Eng muhim jihatlar: asturish, aniq va to'g'ri ma'lumotlar, ism sharifingiz, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingizni xatosiz kiriting. Asturish, oilaviy tarkib, siz bilan yashovchi barcha oila a'zolarini to'liq ko'rsating. Asturish, daromadlar, barcha daromad manbalarini va miqdorlarini aniq yozing. Asturish, murojaat sababi, kompensatsiya olish istagini aniq bayon eting. Agar sizga ariza to'ldirishda yordam kerak bo'lsa, xodimdan so'rashdan tortinmang. Ular sizga yordam berishga majbur. Agar onlayn tarzda ariza topshirayotgan bo'lsangiz, elektron shakllarni diqqat bilan to'ldiring va kerakli hujjatlarning skaner qilingan nusxalarini yuklang. Asturish, 5 qadam arizaning holatini kuzatish. Ariza topshirilgandan so'ng sizga xizmat ko'rsatish raqami yoki qabul qilinganligi haqida xabar beriladi. Bu raqam orqali siz arizangizning holatini DXM sayti orqali yoki tegishli tashkilotlarga qo'ng'iroq qilib kuzatishingiz mumkin. Arizani ko'rib chiqish muddat odatda 10-15 ish kunini tashkil etadi. Agar arizangiz rad etilsa, rad etish sababini yozma ravishda so'rashga haqlisiz. Rad etish sababi qonunga zid bo'lsa, siz yuqori turuvchi organlarga yoki sudga murojaat qilish orqali shikoyat qilishingiz mumkin. 6 qadam kompensatsiyani olish. Kompensatsiya tasdiqlangandan so'ng pul mablag'lari sizning arizada ko'rsatilgan bank kartangizga yoki hisob raqamingizga o'tkaziladi. Ba'zi hollarda kompensatsiya summasi to'g'ridan-to'g'ri gaz uchun to'lovdan chegirib tashlanishi mumkin. Bu haqda sizga rasman xabar beriladi. Pulni olganingizga ishonch hosil qilish uchun bank kartangiz balansini tekshirib turing. Unutmang, bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Ammo natija sizning moliyaviy ahvolingizni yengillashtirishi mumkin. Sabrli bo'ling va barcha ko'rsatmalarga diqqat bilan amal qiling. Xulosa va yakuniy taklif, qadrli do'stlar, bugungi video nafaqaxo'rlar uchun gaz kompensatsiyasi masalasiga bag'ishlandi. Ko'rib turganingizdek, davlatimiz tomonidan aholini ijtimoiy himoya qilish borasida muhim qadamlar tashlanmoqda va bu imkoniyatlardan foydalanish har biringizning o'z qo'lingizda. Eng muhimi, bu yangilik sizning kundalik xarajatlaringizni kamaytirishga yordam beradi va sizning hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Shuni unutmangki, har bir nafaqaxo'r bu huquqni bilishi va undan foydalana olishi kerak. Bu shunchaki yordam emas, balki qonuniy huquqdir. Ushbu ma'lumotni o'zingizning oila a'zolaringiz, qarindoshlaringiz va qo'shnilaringizga yetkazishni unutmang. Ehtimol kimdir bu videoni ko'rib o'zining moliyaviy muammolarini yechishga yordam topar. Bu boradagi fikringizni izohlarda qoldirishni unutmang. Sizning tajribangiz, savollaringiz va takliflaringiz biz uchun juda muhim. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz sizga doimiy ravishda dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.